Ayol kishi erini uydan erini ruxsatsiz chiqishi mumkin emasligiga barcha imomlar, olimlar ittifoq qilishgan. Bu o'rinda otasi buyurdimi, onasi buyurdimi farqi yo'q. Modomiki er bunga qarshi oladigan bo'lsa, chiqishlikka haqqi yo'q. Shariatimiz qanday zo'ra? Xotinim uyda o'tiradi, ko'chaga chiqmaydi mendan ruxsatsiz deysiz, xotirjam yuraverasiz. Endi indamasdan shap-shap chiqib ketadigan xotin bo'lsa-chi? Qani yuribdi-kim? Nima qilyapti-kim? Agar er tirikchilik yuzasidanmi, xizmat yuzasidanmi, boshqa bir joyga borib yashashlikka to'g'ri kelsa, o'zini xotinini olib ketmoqchi. Er ana shu joyda xotini uchun hamma sharoitni muhayyo qilib beradi. Endi ota-ona, qizni ota-onasi, bormaysan ering bilan desa, kimga itoat qilinadi? Albatta eriga itoat qilinadi. Aytdik, modomiki er o'zi bilan olib ketayotgan ayoliga shariat talab qilgan sharoitlarni qilib beradigan bo'lsa, borishligi kerak bo'ladi. Chunki aytdik, nikohlangandan keyin bu qizni yoki bu ayolning ustidagi ko'proq haqli odam kim? Eri bo'ladi.